Assalomu alaykum aziz tinglovchi. G'allaorol tumani axborot kutubxona markazi siz aziz kitobxonlarga atoqli yozuvchi Chingiz Aytmatovning Asrni qaritgan kun asari yuzasidan ma'lumot beradi. Turkiy xalqlar adabiyotining mashhur va zabardast vakili Chingiz Aytmatovning asarlari nafaqat O'rta Osiyo xalqlari, balki butun dunyo kitobxonlari tomonidan sevib mutolaa qilinishi hech kimga sir emas. Chunki ushbu adib o'z asarlarida barcha uchun umumiy bo'lgan muammolarni, haqiqatlarni yoritgan. Shuni ham ta'kidlash joizki, Chingiz Aytmatovning asarlari badiiy shaklda yoritilgan bo'lsa ham, ilmiy jihatdan juda kuchli tasvirlangan. Bu adibning har bir asarida ilmiy haqiqat mavjud. Jumladan, ushbu asar Asrni qaritgan kun asarini sizga o'qishni tavsiya qilaman. Chingiz Aytmatovning ushbu asarini tom ma'noda o'zlikni anglash va onaning farzandiga bo'lgan muhabbatni tarannum etgan haqiqat desak bo'ladi. Kitobda onaning farzandiga bo'lgan muhabbati va insonning azizligi, uning tarixiy ildizlaridan, tilidan, g'ururdan mahrum qilish, joniga qasd etishdan ham dahshatli jinoyat ekanini yaqqol ko'rinib turadi. Masalan, Yovqur Nayman onaning tengsiz fojiasi tasvirlangan asnosida aks ettirilgan. Asarning yana bir qahramoni Edigey kechagi kunini unutmagan, bobolar amal qilgan yuksak udumlar asosida yashashga o'zida kuch topa oladigan chin insondir. Uning ezgu insoniy sifatlari qiyinchiliklarga qaramay marhum Kazangabning vasiyatini bajarishga o'zida kuch topganda qanchalik g'azablanmasin, o'lik bir joyda janjallashmaslikka qudrati yetganida Sobitjonning gap so'zlariga munosabatida yaqqol ko'rinadi. Ezgu insoniy tuyg'ulardan mahrum odamning ko'nglini his etmaydigan, bobolar qo'llagan udumlarini mensimaydigan, kechagi kundan uzilgan, ammo o'zini ilg'or fikrli ziyoli hisoblaydigan Sobitjon Manqurtning zamonaviy va xavfli nusxasi ekanligi ham juda ta'sirli ko'rsatilgan. Bu kitob chuqur psixologik va falsafiy ma'nolarga boy asar hisoblanadi. Men sizlarga mana shu kitobni erinmasdan o'qib chiqishingizni maslahat beraman. Bu tarixdagi manqurt bo'lsa, zamonaviy manqurtlar ham kam emas. Insonlar gadjetlarga mukkasidan ketyapti. Telefonni quliga aylanib qolyapti. Aziz tinglovchilar, ko'zingizni oching. Telefondan faqat maqsadli foydalaning. Uning o'rniga kitob o'qing. Zero kitob insonning eng yaqin do'stidir. E'tiboringiz uchun rahmat.